İkinci bab. Qeyrindaşlarım, sizlar ulug' Rabbimiz Eyşo Masihga e'tiqod qilgan ekansizlar. Boshqalarga ikki xil ko'z bilan qarmanglar. Sizlarning Xudoga ibodat qiladigan yig'ilishinglarga puzur kiyinib bir boy va juljul kiyinib bir kambag'al kelsa, sizlar boy kishiga to'rga chiqsizlar. Kambag'alga u yerda tur yoki tövəndə o'ltir desanglar, sizlarning bundaq o'xshamaydigan muomalanglar niyatinglarning yomon ekanligini aniq ko'rsatib bermamdi. Qadrli qarindoshlarim, quloq solinglar. Xudo bu dunyodagi kambag'allarni e'tiqod jihatda boy qilish hamda ularni o'zini so'yganlarga berishga va'da qilgan podshohligiga erishtirish uchun tanladi. Biroq sizlar kambag'allarni xorladinglar. Sizlarni azgan va sotqi so'raganlar amaliyotda boylar emasmi? Sizlar mansub bo'lgan Eyso Masihning oliyjanob nomiga kufrlik qilayotganlar yana shu boylar emasmi? Muqaddas yozmalardagi qo'shningni o'zingni so'ygandek so'y degan amrga, ya'ni Xudoning podshohligining bu qonuniga haqiqiy amal qilsanglar, yaxshi qilgan bo'lasizlar. Lekin boshqalarga ikki xil ko'z bilan qarasanglar, gunoh qilgan bo'lasizlar. Chunki sizlar Xudoning ashu qonuniga xiloflik qildinglar. Agar bir kishi Xudoning bütün qonuniga amal qildim deb turib, uningki biror farmonga xiloflik qilib qolsa, u Xudoning nazarida bütün qonunga xiloflik qilgan odamga o'xshash gunohkor hisoblanadi. Xudo zina qilma degan, ham qotillik qilmamu degan. Shunga agar sizlar zina qilsanglarmi, lekin qotillik qilgan bo'lsanglar, yanila bütün Tavrat qonuniga xiloflik qilgan bilan tang bo'lasizlar. Sizlarni gunoh qilishdan erkin qiladigan qonun bo'yicha so'roq qilinsizlar. Shunga so'z harakatinglar bu qonunga uyg'un bo'lsin. Chunki sizlar boshqalarga rahim qilmasanglar, so'roq qilinganda Xudo sizlarga rahim qilmaydi. Boshqalarga rahim qilgan bo'lsanglar, Xudoning jazosiga emas, rahim qilishiga erishalaysizlar. Qarindoshlarim, agar bir kishi og'zida "Men Eyso Masihga e'tiqod qilaman" deb turib, uni o'z amaliyotida ko'rsatmasa, uning nima foydasi? U bundaq e'tiqod bilan qutqizilishga erishalamdi. Agar qarindoshlaringlardan biri och-yalang'och qolsa, uningga "Xudo qo'sig'ingni to'q, kiyimingni putin qilsin, omon bo'l" deb qo'yiblar. Hojatidan chiqmasanglar, buning nima foydasi? Shunga faqat e'tiqodli bo'lib, o'z e'tiqodiga mos keladigan amaliyati bo'lmasa, bundaq e'tiqodning hech qanday ahamiyati yo'qdir. Lekin ba'zilar "Menda e'tiqod bo'lsa bo'ldi" desa, ba'zilar "E'tiqod bilan amaliyat birga bo'lish kerak" deb o'zaro tolishishi mumkin. Men "Menda e'tiqod bo'lsa bo'ldi" deguchilarga, agar sening amaliyating bo'lmasa, o'z e'tiqodingni namoyon qila olmaysan. Biroq men amaliyatim orqali o'z e'tiqodimni namoyon qila olayman deb javob beraman. Sen Xudoning bir ekanligiga ishansanglar, kifoya qilamdi. Xudoning bir ekanligiga hatto jinlarmi ishonadi, ham uningdan qo'rqib dir-dir titraydi. Hey nodon, amaliyati yo'q e'tiqodning ahamiyatsiz ekanligini qachonmi bilarsan? Xudoning amriga itoat qilish uchun ajdodimiz Ibrohim o'z o'g'li Ishoqni
qurbonlik qilmoqchi bo'lgan va bu amaliyati orqali u Xudo tarafidan haqqoniy odam deb jakarlangan emasmi? Demak, uning amaliyati, uning e'tiqodiga mos kelgan. Shunda qilib, uning e'tiqodi amaliyati orqali to'liqlandi. Buning bilan Tavratda aytilgan İbrahim Xudoning so'zlariga ishondi. Xudo uning e'tiqodini ko'rib, uni haqqoniy odam deb hisobladi degan so'z isbotlandi va İbrahim Xudoning do'sti deb ataldi. Biz buningdan shuni ko'rib olamizki, Xudo e'tiqodla bo'lib, amaliyati bo'lmagan odamni emas, balki e'tiqodi bilan amaliy harakati birdek bo'lgan odamni haqqoniy odam deb jakarlaydi. Bu to'g'riliq yana bir misol bor. Poyisha ayol Rahab İsrail çarlıqçılarını öz öyde yoşurup, ularning boshqa yo'l bilan qechib ketishiga yordam bergan amaliy harakati uchun haqqoniy odam deb jakarlangan emasmi? Ruhi yo'q tan o'lik bo'g'inidek, amaliyati yo'q e'tiqodmi o'likdir.